Hammaga salom kanalım qalisizlar. Bugun sizlar bilan shunga tovuq oyoqlarida ovqat tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ishimizni bismillahdan boshlab olib, tovuq oyoqlarini yaxshilab yuvib olamiz. So'ngra ustidagi terisini ochib, oralari bilan yaxshilab tuzlab olamiz. Ana endi kartoshkani to'g'rab olamiz. Mana shunaqa narsa to'g'rab olamiz. Nomini bilmayman. Bilganlar kommentariyada yozib ketinglar. So'ngra ustidan yog', tuz va pripravkalarni sizab olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Ana endi tovuq oyoqlari uchun marinovka tayyorlaymiz. Marinovkasi uchun mayonez solamiz va meni xolodilnikda burchagida yeyilmay qolib ketgan mana shunaqa ketchup yotgan ekan. Uni ham solib olamiz va pripravkalar solib, yaxshilab bitta masak aralashtirib olamiz. Ana endi sekingina duxovkamizning listiga chiroyli qilib terib olamiz. Ana endi tovuqimizga boyaga tayyorlab olgan marinovkamizni suramiz. Qizlar qo'lim toza. Voy, qo'lingiz kirib, perchatga kirib qilmaydi menga. Sous tayyorlash uchun podvaldan tomatim olib kelganman-ku. Hozir taqib turinglar. Wow! Ana endi tomatimizni eson-omonlikda ochib olamiz. Tomatga suv aralashtirasizlar. Uyimda sok bor edi, shuning uchun ham tomat sokini qo'shdim. Agar sizlar ham sok qo'shsanglar, suv qo'shish shart emas. Va tovuqimizni ustidan quyib olamiz. Ustini esa folga bilan yaxshilab yopib olamiz. Va duxovkaga solish uchun esa xayrlashamiz. Men bir ovqat qilmayman. Ovqatimiz tayyor bo'lguncha tezda yig'ishtirib olamiz. Ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi uni uyimizdagilarga ulashamiz. O'shanga nima ovqat tayyorlash hali o'ylab o'tiribsizmi? Unda turib shu ovqat qiling, juda ham tez va oson. Menga esa yoqimli ishtaha.